Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika va Kanadada millat vakili saylimi elib berib, diasporani kuchlantirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiyadagi millat vakili saylimiga munosabatlik muhim uqtirish chiqardi. Sharq Turkiston xalq jamiyati 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan Yaponiyada namoyish o'tkazdi. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika va Kanadada millat vakili saylimi elib berib, diasporani kuchlantirdi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish izlanishiga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgundi hukumati Shimoliy Amerikada surgundi parlamentning kandidat millat vakillari saylimini muvaffaqiyatli tamomladi. Bu tarixiy tashabbus surgundi hukumat hokimiyatining ichidagi demokratiyaning kuchayganligi, siyosiy unumning ortganligidan derak berdi. Sharq Turkistonliklarning yerlik saylam orqali parlament kandidatlarini saylab chiqib, siyosiy kelajak yaratishni ilgari surdi. 2023-yili 11-oyning 10-kunidan 12-kunigacha Sharq Turkiston uchun demokratik, kuchlik bir kelajak yarata oladigan bir parlament barpo qilishda Washingtonda etiladigan Sharq Turkiston surgundi hukumatining 9-navbatlik umumiy yig'ini uchun 15-iyuldan burun Sharq Turkiston diasporasida millat vakillari kandidati saylimi elib berildi. Saylam musobaqasining bir butunligi kritik bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumati saylam komiteti saylam kandidatlariga intayin qattiq talablarni qo'ydi. Kandidatlarning orqa ko'rinishini va vatanning mustaqilligini asliga keltirish va'dasini tekshirdi. Xitoy va chet el axborotlarining singib kirishining oldini olish uchun kuchli bexatarlik tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati saylam komiteti xohlagancha tayinlashni amaldan qoldirib, xalqqa vakil saylash huquqini berdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining kandidat saylimi asosan ijobiy shaklda elib berildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 24-iyundan 5-iyulgacha Yevropadagi saylimini tamomladi. 2023-yili 7-oyning 8-kuni Amerikadagi Sharq Turkistonliklar Washingtonning Virjiniya shtati Arlington rayoniga yig'ilib, parlament kandidatlari saylimi elib bordi. Saylam Sharq Turkiston davlat sheri bilan boshlandi. Undan keyin prezident G'ulom Osmon Yag'ma xalqni o'z hukumatini qurish va boshqarishga chaqiriq qildi. Millat vakili shartlari o'qib o'tildi. 10 nafar kandidat saylandi. Bunun ichida 5 nafar yosh va 2 nafar ayol bor bo'lib, bu hukumatning yoshlar va ayollarga o'rin berganligini, hukumatning sig'dirishchanligini aks ettirdi. Naq maydonga kelolmagan saylovchilar to'rdan saylamga qatnashdi. 2023-yili 7-oyning 9-kuni Kanadaning Toronto va Alberta Edmontonda saylam o'tkazildi. Albertada o'tkazilgan saylamda saylam komitetining kun tartibi bo'yicha Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin jumhur raisi Abdulahat Nur avval millat vakillariga qo'yiladigan shartlarni o'qib o'tdi. Saylam tartibini tushuntirdi. Har bir Sharq Turkistonlikning vazifasini ado qilish kerakligini ta'kidladi. Bizga hammamiz bilamiz, jihatning farz bo'lganligini hammamiz bilamiz. Sharqiy Turkistonni ozod qilishning namozdan mudakrak farz ekanligini, iymon bilan o'xshash farz ekanligini bilib turib, ya'ni Uyg'ur sifatida men Uyg'urlarning ishiga aralashmayman, siyosatga aralashmayman. Bu har qanday sabab emas. Aralashay desa, vatandagilar tahdid. Aralashmay desa, Alloh tarafdan tahdid, payg'ambar tarafdan tahdid. Aralashay desa Xitoy turmi bilan tahdid qiladi. Aralashmay desa Alloh jahannam bilan tahdid qiladi. Böyle ikki tahdidning birisiga turishimiz lozim bo'ladi. Ya Xitoyning tahdididan qo'rqib Allohga asi bo'lar, yoki Allohning tahdididan qo'rqib Xitoyga asi bo'lar. Hem Xitoyni rozi qilish, hem Allohni rozi qilish mumkin emas. Nomzodlar ko'rsatilib, Abdulahat Nur, Muhammad Amin Qodir, Osman Ömer, Uyg'ur Yag'ma, Nasrullah Abdullah va O'rinsa Qaraxon qatorliq 6 nafar millat vakili kandidati saylandi. Torontoda o'tkazilgan saylanma muvaffaqiyatli tamomlandi. O'xshashla millat vakili shartlari o'qib o'tildi va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilishning ta'xirsizligi ta'kidlandi. Kanadadan shundoq qilib, jami 11 nafar millat vakili kandidati saylandi.
Bu Sharq Turkiston sürgündü hökümetining omma ichidagi ta'sirining kengayganligini aks ettirdi. Sharq Turkiston sürgündü hökümeti parlament saylam komitetining kandidat saylami abadiy xarakterga ega bo'lib, Sharq Turkiston diasporasining demokratiya orqali o'zlarining kelgusini belgilab qolmay, yana Sharq Turkiston sürgündü hökümeti va Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi olgan muhim qadamini ko'rsatdi. Jiddiy uqtirish. Assalomu alaykum Turkiyadagi Sharq Turkistonlik vatandoshlar. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hökümetining parlamenti 6 ayning 1-kuni umumiy uqtirish chiqarib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hökümetining 9-navbatlik oliy qurultayini bu yil 11-ayning 10-kunidan 12-kunigacha Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazish to'g'risidagi qarorni e'lon qildi. Hamda 9-navbatlik oliy qurultayning saylam komiteti a'zolari, 9-navbatlik oliy qurultayning saylam nizomnomasi, 9-navbatlik oliy qurultayning parlament a'zolari hozirlashga tegishli shartlar qatorliq muhim hujjatlarni e'lon qildi. Umumiy uqtirishda har qaysi davlatlarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik vatandoshlardan saylam komitetining nazoratchiligida 7-ayning 15-kunidan burun yerlik saylam o'tkazib, 9-navbatlik oliy qurultayning parlament a'zosi kandidatlarini, ya'ni millat vakili nomzodlarini saylab chiqish talab qilindi. Buningga asosan saylam komiteti 7-ayning 13-kuni Turkiyada yerlik saylam o'tkazib, 9-navbatlik oliy qurultayning parlament a'zosi, ya'ni millat vakili kandidatlarini saylab chiqishni qaror qildi. Shunga biz Turkiyada yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik vatanparvar aziz qarindoshlarni vatan va millatning siyosiy taqdiriga munosabatlik bo'lgan bu muhim yerlik saylamga aktiv qatnashishga chaqiramiz. Hozirdan boshlab vatanning mustaqilligi uchun Xitoy va Xitoy g'olchilariga qarshi jon tikib kurash qilishni xohlaydigan har qanday Sharq Turkiston vatandoshi o'zini 9-navbatlik oliy qurultayning parlament a'zosi kandidatligiga ko'rsatsa yoki boshqalar tomonidan ko'rsatilsa bo'ladi. Saylam komiteti parlament a'zosi kandidatlarini yerlik saylamda ovozga qo'yish orqali eng ko'p ovozga erishgan 10 odamni parlament a'zosi, ya'ni millat vakili kandidati deb rasmiy bekitgandan keyin sürgündü hökumetining taftish komitetiga yo'llab berdi. 9-navbatlik oliy qurultayning parlament a'zolari hozirlashga tegishli shartlar bu adresda bo'lib, parlament kandidatlik iltimosi va orqa ko'rinishini aniqlash tadbirini uqtirish bilan teng tarqatdik. Parlament a'zosi kandidatligini iltimos qiluvchilar birdek bu jadvalni astoydil to'shqizib, saylam komitetining ilxat adresiga yo'llab berishi kerak. Parlament kandidatlik iltimosi va orqa ko'rinishini aniqlash jadvali bu adresda. Turkiyada o'tkaziladigan yerlik saylamning konkret vaqti 2023-yili 7-ayning 13-kuni tushdan keyin soat 5:30 dan 8:30gacha bo'ladi. Adresi Kemal Pasha mahallasi, Osmanbey ko'chasi, 14-numur, Safaköy, İstanbul. Hürmet bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hökumeti 9-navbatlik oliy qurultay saylam komiteti. Sharq Turkiston xalq jamiyati 9-iyul kuni 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan Yaponiyada namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston xalq jamiyatining qonuniy vakili Rabiya Namit muhim axborot e'lon qilib, Xitoy tajovuzchilarining 1949-yili Sharq Turkistonga besib kirib ishg'ol qilib olganligini, vatanimizga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ishg'ol nom berganligini, Uyg'urlarning dunyo madaniyatiga tuhfa qo'shgan madaniyatlik millat ekanligini, Xitoy tajovuzchilarining begona Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga izchil qirg'inchilik yurgizib kelganligini, 5-yil Urumchi qirg'inchiligining buning bir qismi ekanligini, ammo dunyoning xabarsiz qolganligini, Xitoyning shuningdan boshlab Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata irqiy qirg'inchilikni bargan sari avjiga chiqarganligini, irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi turli vahshiy usullarini anglatdi. Xalqaro jamiyatning jiddiy harakat qo'llanib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish kerakligini, tajovuzchi Xitoyning vahshiyligini to'xtatib oldini olmaganda, Xitoyning yaqin kelgusida tajovuzchilikni Osiyo, hatto Yevropaga kengaytirganligini, Sharq Turkiston masalasining Xitoy aytgandek Xitoyning ichki masalasi bo'lmasdan xalqaroliq masala ekanligini, Sharq Turkiston mustaqil bo'lmaguncha Sharq Turkiston xalqining hurlikka erisholmaydiganligini, Yaponiyani o'z ichiga olgan xalqarodagi davlat va jamiyatlarning tarixiy faktlarga hurmat qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashini talab qiladiganligini aytdi. Jamiyatshunos mutafakkir olim Malik Nabiy vatan tajovuzchining nishoniga uchraganda sukut qilish moslashganlik, bir taraflama turib olish xiyonat hisoblanadi deydi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi.
Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelər qېتىمقى programmamızda görüşküچە Allah'a amanet bolğaysızlar.